Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Dalasa Nusrat. Bugungi videoda biz ko'pchilikni cho'ntagiga solib qo'yayotgan, lekin ba'zi paytlar kimnidir cho'ntagida qolib ketayotgan Nuno Mendeshni full qilamiz do'stlar. Nuno Mendeshni qanday full qilamiz? Tepasidan 3 ta 100, satara kuch darajasini 90 qilib qo'yamiz va polyvomni pastiga beramiz. Bu Nuno Mendeshni 94lik darajasi, 84lik darajasi bir marta kuchaytirib tushib ketgan tezlanishga. Videomiz yoqilmagan ekan, xatolik ketdi. Buning uchun hammalardan uzr so'rayman. Xo'p, bunda videoni cho'zmasdan kuchaytirishlarni boshlaymiz. Birinchi fitness kuchaytirishdan boshlaymiz. Tezlik tezlanishga yaxshi tushdi. Bittalik kuchaytirishni ham ishlatib yuboraylik. O'zi bu Nuno Mendesh 85 reytingga ham arziydigan futbolchi, lekin 84 baholashibdi. Satara darajasiga tushmoqda. Agar mana shu videoga 100 tadan ko'p like yig'iladigan bo'lsa, keyingi videoda Lamin Yamaldan 6 ta 100 chiqarishga harakat qilamiz. Videoni bu bittalik kuchaytirish bo'lgani uchun videoni tezlashtirib yuboraveramiz. Yaxshi tushmoqda, tezlanishlari zo'r kuchayapti. Tezlanishga yana tushmoqda. Breakhorse stara darajasiga. Stamina. Stara. Tezlanish. Shu joyga bitta ko'p kuchaytirishdan 99, 88, 73 bomba kuchaymoqda, prosta bomba. Tezlik 100. Tezlanish ham 100 holatiga o'tdi do'stlar. Satara darajasiga ko'p tushyapti endi. Stamina. O'zi satarasi 80 bo'ladigan bo'lsa, boshqa pasiga beraversak ham bo'ladi, lekin bu o'xshamaydiganga o'xshaydi. O'sha 80 bo'ldi. Endi 90 qilib qo'yaveramiz bemalol satara darajasini. Stamina. Yana bitta staminaga tushsin. Yaxshi. Hop do'stlar, buni 3 ta 100 chiqarib pasiga bersak ham bo'laveradi-yu, lekin satara darajasi past bo'lsa, bosh bilan yaxshi o'ynolmaydi, yelkama-yelka kurashlarda ham yaxshi o'ynolmay qoladi. Shuning uchun satara darajasini 90 qilib qo'yaveramiz. Breakhorse 2+ oldi. Yaxshi, o'zi Nuno Mendesh yaxshi kuchayadi. Bu biz 84lik kartasidan 11+ chiqarishga ham harakat qilib ko'ramiz, 95 qilishga. Endi texnikaviy kuchaytirishlarni ishlatib boshlaymiz. Ketdik. Tackling. Pas yaxshi ketmoqda. Tackling. Ball kontrol juda yaxshi ketmoqda. Zarbasiga ham tushdi. Tackling. Agar kuchaytirgich yetmay qoladigan bo'lsa, olmosni ishlataman deb o'zim plan qilib yurgandim. Ishlatishga mana majbur bo'lyapman. Breakhorse yaxshi.
Prosta bomba do'stlar, prosta bomba. Hozir yana bitta break horse beradigan bo'lsa, Nuno Mendeshdan 95 ko'rishimiz ham mumkin. Afsuski break horse bermadi. Nuno Mendesh prosta bomba bo'lib kuchaymoqda. Do'stlar, bunaqasi faqat bizada bo'ladi, keyin boshqalarda. Nuno Mendesh full. Do'stlar, bu kanal yangi. Agar 100 tadan ko'p like yig'ib beradiganlar bo'lsalar, Bruno Fernandes va Lamine Yamalni ham kuchaytiramiz. Birinchi Lamine Yamal, keyin Bruno Fernandesni full qilamiz. Do'stlar, Nuno Mendes bu prosta bomba kuchaydi. Ball control 91, tackling 92. Yaxshi kuchaydi do'stlar. Sizlar bilan Dilason Nusrat bo'ldi. Agar poddechka qilib tursanglar, yana boshqacha kontentlar qilamiz. Bu kanalda adashmasam 3 yoki 4-videosi. Poddechka qilib turinglar jigarlar, yangi zo'r kontentlar qilamiz. Keyingi videoda Yamaldan 6 ta chiqaramiz, xudo xolasa. Nuno Mendes bomba kuchaydi. Poddechka qilib tursanglar, men sizlarga akkauntim, sezon paslarim sovg'a qilishni boshlayman. Sizlardan prosta like, komment, obuna. Sizlar shuni ayamasanglar bo'ldi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.